Erimga sevgi maktubini yozib chiqib ketdim ishga. Kunimni boshidan boshlasam, ertalab tursam birinchi zakazim atmen bo'lib qoldi. O'shaning uchun xafa bo'lmasdan uyda ishlarimni qilib olay dedim. Tekin uborka короче. Общий 1,5 soat ichida kuxnyamni yaltiratib tashabman. Nima qilaman? Gubkani yaxshilab shiltalatib, ustiga azelit sepaman, gel bilan aralashtirib, shunaqa kuxni nabor. Qayerda yuvmoqchi bo'lsam, birinchi yaxshilab ko'pirtirib chiqaman. Keyin qayerda birinchi ko'pirtirib yuvib chiqqan bo'lsam, yaxshilab ishqalab chiqaman, chunki yopishqoq moychalari ketsin deb. Mana bu ichishkam shunaqa oynasi ochiladi, oynasini ichini ham yaxshilab yuvay dedim. Shkafni taglarini постоянно artish kerak, chunki ko'rinmaydigan joyda, lekin rosa moylanib ketishi mumkin. Kommentariyada yozib ketinglar, sizlar qanchada bir kuxnyalaringizni shunaqa ustilarini yuvib top-toza qilib qo'yasizlar. Voy mazada. Mana kuxnya bunaqa moylama emas, har hafta uzog'im 10 kunda bir shunaqa generalniy uborka qilib turaman shkafni ustlarini. Keyin toza suv qilib, yaxshilab trapka bilan artib chiqaman. Ko'piklarini ketkazish uchun. Tifalim gazda yonida turadi. O'shaning uchun tifalimni ham yaltiratib yuvib tashladim. Tuzdonlarni hammasini qo'yib, olmasmi bu, nima bu? Har kuxnyamda yuvganimda qarab qolaman, shu mazakalarni o'rniga olmas tashib ketmaganmi-ku? Muncha yalt-yult qiladi. Top-toza sochiqlarni qo'yib, qo'shnim o'zini qo'llari bilan tug'ilgan kunimga shu filchani olib chiqdik. Shunaqa yaxshi ko'rdim. Kiprikchalarini ham naroshiy manikiga o'xshagan. 1 kilo qurt olgandim 800 rublga. O'shani chiroyli qilib tovoqchaga bo'shatib qo'ydim, qurib tursin deb. Iplagan o'zini maqtaydi degandek o'zimni maqtab qilgan ishlarimni ko'rsatdi. Qarasam, soat 10:30 bo'lib ketdi. O'bo dedim, qornim ham och qolgan ekan. Ertalab faqat qaynoq suv ichgan. Erim постоянно sovuq choy qani deb bitta gapni qaytaraveradi. O'shaning uchun bitta bakal to'ldirib sovuq choy qo'ydimda erimga sevgi maktubini yozib ketdim. Hali ketganim yo'q-ku, hali uydaman. Ertalabdan nahorga osh yegandek qilib oshlarni isitdim, choylarni damlab, toza salfetkachani qo'ydimda, gullarimga qarab, choylarimni ichib taqo qizcha bo'lib ko'chaga chiqsam, qo'r yog'ib yotgan ekan do'stlar. Like, podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'laman.